Chilonzor, Parus, Chinson restoran. Zo'r variant. Chilonzor tumanidan uy qidirayotganlarning diqqatiga, Chinson restoranining oldida zo'r variantimiz chiqyapti. Boshidan oxirigacha ko'rsatamiz. Narxini bo'lsa oxirida aytib o'taman. Asosiy kirish eshigimizda 10 tomonda vstroyniy mebellari tayyor qilingan. Alohida o'zini hojatxonasi, alohida o'zini yuvinish xonasi, barcha aksesuarlari to'liq qo'yib o'tilgan. To'g'riga kiradigan bo'lsangiz, mehmonxonamizda studiyniy formatda o'zini oshxonasi bilan birgalikda. Bu yerda alohida o'zi oshxona bo'lardi. Hozir buni balkonga olib chiqib turib, alohida xona qilib qo'yishgan. Xohlasanglar, bolalar yotoqxona sifatida foydalanasizlar. Keyin ham shu yerda o'zi ovqatlarni tayyorlab, ovqatlanib o'tirish uchun joylariga tayyor qilib qo'yganlar. Bu yerda bo'lsa, miyaqli zona, TV zonalariga tayyor qilib qo'yishgan. Xullas, uyimizni yangi remont, mebel, texnika barcha jihozlarni tayyor qilib qo'yishgan. Bundan tashqari ikkita alohida o'zining razdelniy xonasi bor. Kattalarning yotoqxonasi hamda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Mebel, texnika, barcha sharoitlar to'liq qilingan. Hamma xonalarimizda radiator yordamida isitiladi. Oldida bo'lsa kattalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, mebel, texnika, konditsioner, hamma sharoitlari to'liq qilib o'tilgan. Ushbu xonadonimizga uy egalari tomonidan startviy $86,000 narx chiqardi. Pastda bo'lsa aynan joy egasi raqamini qoldiramiz. Uy bozor plus kanalidan murojaat qilib baraka qilasizlar.